Hammamiz yoqtiradigan mandaq yesh xasin so'g'aq sayna keldim jumut qalla bek oddiydagi shundoq o'xshaydi ha. Ajrimizni qo'llash ustida haqsiz yuraklarni ayamay bosib bizga rag'bat berishni unutqanmizni sevimli tuqqanlarim. Xasin zag'laydigan mayimiz alnuri tunchi siqimsab organik sig'irmayi. Mayni qizitmayli xasinni solamiz. Juma sog'andagi bo'sh o'ta aralashtirg'ash may qizitimiz. May qaynagandagi o'tin tig'im bo'sh qilib to'xtamay ilashtirib 5 minut saqlaymiz. Chaplashib qolmaydidagi birdek chiqadamiz ilashtirib tursak. Bek pishiravat mang'izlarjimi suzib avag'andagi o'zini qizig'ida pishadigan nima buchu? Aka bunki bir qismini men tuz shakar sepib quruq yediganga qo'ydim. Yana birisini tangshakat to'qmani juma xamsay qilib. Eng avval Alnuri gullik markasidagi sap ashiqdan ishlagan 100% lik sap ochiq suyimizda qo'yimiz tiqqalab bekcha xo'ketmigi balakli ansaylardagi. Aka liq bir yarim qo'shiq shakar 3 dan 1 qo'shiq tutsab ilashtiramiz. Bizni qatvelishni unutqanmizlar tuqqanlarim yaxshi mazmunlar uzilmaydi, lekin buningga o'zilanki bitta yuraklarla teg'im madad olujimi seni tuqqanlarim. Anday malayo samsaq maydi bir qo'shiq qo'yib aka ko'klar sazı tarxamaklarni o'xshash kichik to'rab ilashtiramiz jimi. Baqinkisiga lasamagan qut qalamini ma'naga bir ikki qo'shiq solaversak bo'ldi jimi. Rangi ta'midan farq bo'ldi, ikkisini tetib baqslam. Ma bo'lsa hech nim qotmaga tuz shakar bilan tangishigini No'ruzliq dasqinimiz o'xshaga polo bilan teg'im echilg'isi tiqqanlab bak yeyishlik ham bak oddiy ishtahani ochidi o'zilam chiqimsini apaqslar.